O'sha hammaga qiziq bo'lgan bir pastagina hal bo'lib tuzlanadigan shirinkarom retsept bilan bo'lishaman. Hozir bu katta bochkalarga shirinkarom tuzlamaymiz, golovka tuzlaymiz, ya'ni butun karomni to'rga bo'lib koreyskiysini ham, o'zbek karomi ham tuzlashni keyingi reysda o'rgataman. Hozir bo'lsa sizlarga qizil sabzili shirinkarom retsept bilan bo'lishib o'taman. Butun karomni olamiz, to'rga bo'lamiz va videoda ko'rsatilgandek o'rtacha maydalikda to'g'rab olamiz. Hammasini to'liq qancha shakar, qancha sabzi, qancha karomga nima bo'lishini to'liqroq tushuntirib reysdagida yozib qoldiraman. Sabzilarimiz ham yaxshilab artib teorkadan o'tkazib olamiz. Agar sizlarda bunaqa teorka bo'lmasa, bemalol mayda qilib pichoqda to'g'risanglar ham bo'ladi. O'lsin, qirg'ichni alishtirib olsangiz bo'lmaydimi? Eskirib qorayib ketdi degani uchun adam umuman alishtirmaydilar. Sababi bu adalardan ota meros qirg'ich bo'lib tuzlamachilik kasbi bilan birgalikda qolgan. Sabzilarni qirg'ichdan o'tkazamiz va tuz, lavrush, murch solib 15 minutga tindirib qo'yamiz. Sababi ancha tuz bilan birgalikda karomlar o'lib turadi. Bekor turmaymiz. Yana bitta foydali ma'lumot bilan bo'lishib o'taman. Agar kiyimlarda shunaqa dog' bo'ladigan bo'lsa, bemalol Bavi super achestilini 2 qoshiq solib, ustiga qaynagan suv solib, ivitib qo'ysanglar, top-toza bo'lib, hamma dog'larni, chiriklarni ketkizib beradi. Keyin bo'lsa, xuddi yangi kiyimdek bo'ladi. Bemalol uzun market yoki korzinkalardan original Bavi super achestilini xarid qilsanglar bo'ladi. Keyin bo'lsa, yetilib tayyor bo'lib turgan karomlarimizni sabzi bilan bir xil massaga kelguncha yaxshilab qorishtiramiz va idishlarimizga solamiz. Krandan olingan issiq suv ustiga ozgina shakar, tuz va uksus solib, yaxshilab aralashtirib, karomlarimizni ustidan quyib, ustiga qopqoq yopib qo'yamiz va 2 kunda yetilib tayyor bo'ladi.